davomida ushbu narsalarga ishonib kelgansiz. Bugungi videoda Minecraft haqidagi 8 ta yolg'on haqida gaplashamiz. Creeper portlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, unday bo'lsa biz boshladik. Nezirit kirka Minecraftdagi eng tez kovlaydigan kirkalardan biri hisoblanadi, lekin uning eng asosiy qarama-qarshiligi bu oltin kirka. Ko'pchilik o'ylaydiki, Nezirit kirka Minecraftda eng tez qaziydigan kirkalardan biri, chunki u juda mustahkam hamda u Nezirit hamda u eng yuqori o'rinda turadi. Lekin Minecraftda eng tez qaziydigan kirka bu oltin kirka, albatta u sinib ketmasa agar. Chunki u atiga 32 ta blokni sindira oladi. Lekin oltin kirka o'zini sindira olmaydi. Nezirit kirka o'zini sindirib, undan drop tushsa, oltin kirka esa shunchaki sindiradi, lekin esa undan hech narsa tushmaydi. Juda g'alati xususiyat. Ko'pchilik o'ylaydiki, shakarqamish qumda odatiga qaraganda tezroq o'sadi. U suvning yonida bo'lsa hamda qumda bo'lsa anchagina tez o'sadi oddiy daraxtga qaraganda, lekin bu butunlay noto'g'ri fikr. Shakarqamish nimada o'ssa ham uning tezligi bir xil bo'ladi va hech qachon o'zgarmaydi. U hattoki istalgan yerning turida o'sishi mumkin. Hattoki mo'x blokning ustida o'ssa ham mana shu tezlikda o'sadi va bu xato fikr va bunga ko'pchilik ishonadi. Shunday ekan, blok tanlamang. Ko'pchilik o'yinchilar o'ylaydiki, agar men hozir qo'limda mana bu barglarni qassam, undan drop tushish ehtimoli anchagina past bo'ladi hamda cho'p, urug' va olmalar kamroq tushadi. Lekin agarda men uning shunchaki tanasini chopib, uni o'zi barglari to'kilishini kutib tursam, undan olma, cho'p hamda uning urug'lari anchagina ko'p tushadi. Lekin bu noto'g'ri fikr. Urug'larning tushishi butunlay tasodifiy ravishda ro'y beradi. Qo'lda sindirsangiz ham, o'zi tushsa ham. Juda ko'pchilik o'ylaydiki, bedrockni kirkada sindirish mumkin. Chunki YouTube'da turli xil bedrockni sindirdim nomli videolar mavjud. Hamda 365 kun bedrockni sindirish haqidagi jonli efirlar ham yolg'on. Buning sababi bedrockning qattiqlik darajasi o'yin kodlarida -1 daraja. Ya'ni siz uni hech qachon sindira olmaysiz. Hattoki 365 kun bo'lsa ham, 365 yil bo'lsa ham. Uni faqat o'yindagi xatoliklar yoki TNT yordamida sindirishingiz mumkin. Barchangiz Minecraftdagi sement kukuni haqida bilsangiz kerak. Agarda siz uni suvga qo'ysangiz, u darhol qattiq sementga aylanib qoladi. Hamda keyin uni kirkada sindirib, bemalol istalgan joyingizga yoki quruvchilik ishlarida ishlatishingiz mumkin. Yoki agarda siz qurgan joyingizga keyinchalik suv qo'ysangiz ham, u darhol sementga aylanib qoladi. Lekin ba'zi bir bolalar shunga ishonadiki, agarda siz qozonga suvni solib, keyinchalik esa bir stagini uni ichiga tayyorlab yuborsangiz, qozon ichidagi barcha sementning kukuni oddiy qattiq sementga aylanib qoladi degan lifehack bor. Lekin ushbu lifehackga ishonmang, bu butunlay yolg'on va suv butunlay ishlamaydi. Ushbu narsaga Minecraftning juda ko'p o'yinchilari ishonadi. Agarda siz qadimgi shaharni bilsangiz kerak, Warden paydo bo'ladigan joyda ushbu katta portalga o'sha strukturani ko'rgandirsiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, ushbu portal boshqa dunyoga, 4-dunyoga olib boradi. Lekin bu butunlay yolg'on. Ushbu portal butunlay funksional emas hamda o'yin yaratuvchilari ham ushbu haqda hech narsa demagan. Lekin o'yinning fayllarida kichik portal nomli fayl bor edi. Keyinchalik esa o'yin yaratuvchilari buni shunchaki oddiygina kichik struktura nomiga o'zgartirib qo'yishdi. Va bu yerda hech qanday portal yo'q. Siz ishonib bu yerga jajgalka yoqib yotmang. Balki kelajakda qo'shib qolishar. Minecraftda sehrlovchi kitob haqida bilsangiz kerak. Ushbu kitobning yoniga siz javonlarni qo'ysangiz, uning sehri ortib boradi hamda ko'proq daraja talab qila boshlaydi. Siz eng maksimumga chiqish uchun anchagina ko'p kitob kerak. Juda ko'pchilik o'ylaydiki, men qancha ko'p kitob qo'ysam, shuncha ko'p darajaga ega bo'laman deb o'ylaydi. Lekin bu butunlay noto'g'ri. Sababi buning uchun sizga juda ham ko'p kitob javonlari kerak emas. Shunchaki pastki bir qatorni to'ldirsangiz ham sizga 30-darajani bemalol beradi. Ishonmasangiz o'z dunyoyingizda sinab ko'rishingiz mumkin. Hattoki bitta kitob kam bo'lsa ham daraja sekin-sekin tushishni boshlaydi. Keyinchalik esa ko'proq xarajat qilmay, mana shunday kamroq xarajat qilishingiz mumkin. Do'stlar, sizlarga Crafter o'z nomli kanalini tavsiya beraman. Ushbu kanalda Minecraft haqidagi juda ham ajoyib videolarni topishingiz mumkin. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanal havolasi opisaniyada. Minecraftning 1.21-versiyasida bizga juda ham ajoyib narsalarni taqdim etishdi. Vaultni misol qilishimiz mumkin. Chunki agarda siz spawnerdan olgan kalitingiz bilan uni ichiga solsangiz, uni istagan narsangizni berishi mumkin. Har xilcha sovg'alar beradi. Hattoki Minecraftdagi eng kuchli qurol bo'lmish mace qurolni ham olishingiz mumkin. Lekin ko'pchilik o'ylaydiki, agarda biz uning ichiga qarasak, bizga keyingi nima berishi narsani ko'rsatadi. Agar xuddi o'sha narsa chiqqan payti bossak, biz o'sha narsani olamiz deb o'ylaydi. Lekin bu butunlay noto'g'ri fikr. Istaganingizcha sinab ko'ring. Bu shunchaki omad yoki tasodifga bog'liq bo'lgan narsa. Bu sizning xohishingizga ko'ra bajarilmaydi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi video nima haqida bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Bugungi video haqida ham fikrlaringizni yozishingiz mumkin.